Assalomu alaykum barchaga hurmatli yulish qozlari. Bugun yana bu teplitsamizga kelib video qilishga qaror qildik. Xullas biz pikrovkani boshladik. Xo'p, bugun 11-fevral haftani chorshanba kuni. Mana bunday setkalarda chirindilarni elab olyapmiz. Mana biz chirindimiz. Nima qo'shasan deganlarga video bu. Biz begimiz ishlatmaymiz. Mana bunday biz Namanganda chiqadigan shunaqa bitta qora turpoq bor. Shundan ishlatamiz biz. Mana shunaqa smes bo'ladi. Bunga turpog'i bor. Keyin mana qoradan ozgina perlit tashlaganmiz. Keyin mana bugun ishchilarimiz soat 9 da ish boshlashdi. Hozirga kelib mana 10:30 bo'lyapti. 1,5 soatda 5000 ta solishibdi. Qolip xizmatimiz. Mana qanday solinyapti qoliplarimiz. Stakanga, chirindilarda. Kimga mana shunday qoliplar kerak bo'lsa, telefon nomerini yozib qo'yaman, telefon qilaverasizlar. BTS pochta orqali jo'natyapmiz. Bir kishi bunday arabada olib kelib turadi. 2 kishi solaveradi. Hozir 9 da bo'lsa 1,5 soatda ashti mana qopni yarmi ketibdi. Sanab ko'rsam, 5000 ta chiqdi. O'tgan yili 20 ta solarmidlaring? O'lapa? Birinchi kun ha? Mana ko'tarishlar. Hop. Bo'ldi. 1000 ta vaqt ketgan mana mashinga. Oralari ochilmaydi. Jips tushadi, mana stakan to'la tushadi. Biz bugundan boshladik. Mashina to'ldiramiz. Narigi teplitsani to'ldiramiz. Xudo xolasa. Shuna ishni boshladik bugundan. Do'stlar, kimga shunaqa qoliplar kerak bo'lsa telefon qilaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.